Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudoxohlasa bugun 17-noyabr sanasiga göre yarmarkamizdeyiz. Go'sht mahsulotlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Xudoxohlasa kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Videoga bir like bosib qo'ysa, sizlarga manfaatli bo'lgan video chiqarishga davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudoxohlasa bugun 17-noyabr kuni yarmarkamizda so'yilgan mallarımız bilan go'sht mahsulotlari bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli bo'lgan videoni chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa videomizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zigaga masa geldingizmi? Alloh shukr, nishqahvorlar yaxshiligini obunachilar assalomu alaykum. Eddini tema. Ava, bu eddini trend fakat. Go'shtcha so'mmamiz apara. Go'shtda orada 95 so'mdan bor. Qani go'shti bu? Bu qani go'shtini akşam Ökten bay reklam etmedi mi? Mal bazarda 4 kilo. 4 kilo kanalı bazarda gösterdi yine. Kaçan soyladı demedi, bugün soyuldu. Bugün soyuldu yine abunachilar. Hadi canım, bak kanatmat beni. Yarmarkamizda yine encir go'shti ajoyib. Encir. Sifatine gap yo'q. Ha, $1000 beraman, $50.000 so'raman dedi onlara atbetiler. Pul sanasa dollar. Ava, tamam ne atbet şey etemezsen görsünler realni. Mahtana şey etemezdik tamam $50.000, $100.000 denmez yine realni soyalıp güzel ekin. Yine. Halk yesin doğru mu? Halk yesin buna var. Hadi, Yine dostlar. Konularımız 40 yine şilinmeyene. Çasanman beremiz töğüşünü? Töğüşünü 85 milyon, ben 80 milyondan verəm. Göğüş böğüşü bilen berler. Göğüş böğüşü bilen var. Bu kıllarımız payına. İlskin çasan? Göğüş baka 95 baka milyon. da. Meyle. Kızıkalları Ferruh. Aha. Gelediler şu 95 milyondan. Mesela 5 kilo göğüş aldılar. 1 kilo yağ. Aha. 10 kilo göğüş aldılar, 2 kilo yağ. 2 kilo yağ. Öyküsü oldu, başka oldu da ne etmeyin, kopallanmayın. 10 kilogacha 2 kilo limit var. 30 kilo bolsam 40 kilo bolsam ben 2 kilo bellerdi. 2 kilo var. Ava 50 kiloga 5 kilo da bo'laman mı? 30 kilo bolsa yaxshi. Var ya düz yatırımız yaxshi. 1 kilo. Bağır berler. Bağır sinek berem sava. Geleverdiler var. 95 milyondan. Virüs sen var yine bakını yine. Yine dostlar. Sifatine gap yok. Malades xudo xolasa. Bir gap bilan aytganda bu go'shtni yeb beraver kerak. Yeb beraver kerak. Bo'g'ani 95 ming so'mmam. Ne dedi ku? Jigar, hali ham o'tirib qolsan dedi ku. Jigar, kelinglardan yeb beringlar bu go'shtni. Bas varish kerak. Gelaverin. Usta go'shtmi tamam. Telefon nomer kaldırır mı? Telefon nomer 93'lik 204 45 dönüyor. Gelaversizlar. Muzaffer Kasap'ta para size. Mitam ne olan etkiyatta bu ya? Selamun aleyküm. Ümit Usta. Sağlıklı yaxşı mı? Yaxşı yapsın Rahmet şükür. Göğüsten çazalım. 95 milyon. Ne onu göğüşü? 200 Yine. Yarmarkada birbirini prosto bölüp taşıdı onun göğüşü oturttu. Sen bir zaman versen bir şey olursa şu gap soyuk. Kasar soyuk doğru mu? Hadi. Son kaç alçalança son bula paysalar kayıştık. Parçalarımız 75'ten veremiz. Sürünmeyin, göğsü bilen tuttu. Göğüşü bilen veresi mi? Oho. Yine sıfat, boğan sıfata putur ise boğan. Keçkeden burun pişeden yeri. Yani Ümit hazır toya mal soyup bek geldiniz az doğru mu? Kaçar mal soyup verdiniz mi? Kaçar malını soyup Kaça son mu verdiniz? 95'ten verdim. 95'ten ligi sıfatını doğmanı soyup verdiniz doğru mu? Ümit hazır gel saat 10 oldu. Toya mal soyup bek geldiler kalkoz yerine. Ünap var soyup verildi doğru mu? Malades. Geldi iltimas et. Toysa yine Xudo xolasa kasablardan davulni. Çırayla deyip soyup verirler. Göğüşe 95 ming so'm, köpürak olsa 90 ming so'm. Qo'rg'atcha so'm? Korgay 75 ming so'm mana sifatına gap yo'q. Umuman sifata pul to'lashsa bo'lg'ani. Bag'ircha so'm mita? 60 ming so'm mana. Bir büyüğün doğru mu? Hammasi yine skitçi bakada. Telefon nomer kaldın 97 263 16 1609 Ümit Kasap'ta parana sen yani marketten gidip gelen vakti ikinci messi. Solanızı versin. Daha xolasa yine krasata. Karalakka den yeri su yine göğüş. Göğüşlülük sıfatına umum gap yok. Daha xolasa büyük soğanımız doğman kaçar. 1 gram yine göğüşümden emmerim. Sifatına xudo xolasa umum gap bo'lishi mumkin emas. Xalqimizda shunday chiroyli sifatli go'shtlarni marhamat etamiz. Postoyanniy xudo xolasa shunday chiroyli sifatli yosh mollarni olib qo'yamiz. Bemalol kelib qaytib ketaversa, go'shtni sevitilgan diniy tema. Xo'p. Navolar bilan tanishtirsak, qo'rg'asini ikimiz bahasi 70 ming so'm. Belə bukun go'shti bor. 90 ming so'm atib beramiz. Qo'rg'alarimiz bor. Gemishanklarimiz endi taqlab boshlaymiz. Maylarimiz bahasi 50 ming so'm. Xudo xolasa. Göğüşlerimiz 95 dedik.
Bağır basonuna çempion bağır. Çistiğine bunu bakarsın 70 bin so'm atib beramiz. Zaten ummam gap yo'q. Xudo xolasa kelaversa bugun go'shtlarimiz yarmarkada bir-biridan zo'r sifatdan sifat, xudo xolasa sifata pul to'layversa. Bize o ya aramızda bir dem chiqadi bu ya pul sanashamiz, yana mishatamiz. Bu o'z yo'lina xudo xolasa bize ishdan to'xtamaymiz. Xalqimiz uchun chiroyli sifatli go'shtlarni so'yishdan charchamaymiz. So'ng sizga bir obunachilar ozgina murojaatnomamiz bor. Telefon etib turib, misoli bir og'amiz bor edi, 2 kun bo'ldi telefon etib turib, go'sht olamiz, falan kilo olamiz, 40 kilo olamiz, 50 kilo olamiz, 60 kilo olamiz deb turib, telefon etib va'da berib gamindirib olgan diqqatini. Bunday misoli bir qarorga kelib turib, so'ng telefon etishlaringizni maslahat beramiz. Misoli to'y berajak odam yanında 1000 dana aqlli bo'ladi-da, shuning uchun o'zingizni fikrlaringizni jamlab, so'ng bu qassoba telefon etib murojaat etib turib, shunday desangiz bo'ladi. Lekin ya telefon etib turib, gamin odamni o'ynagandek bo'lmasin. Iltimos, bizlar ham sizlarning birovni bolasimiz. Telefon etib turib, ya birovni ishontirib, netib qo'ymanglar sizlardan. Shuni so'rab qolamiz. Telefon nomeri qoldirsak 94 451 77 11. So'ng qo'rg'amiz bor, qo'rg'on bahasi 70 ming so'm. Bu ham shilmagan qo'rg'on bilan biqim bor. Shilmagan qo'rg'on ham 80 ming so'm atib beramiz, xudo xolasa. Kelaversa yarmarkada bir setdan sifatli go'shtdan tushib boryapmiz. Xudo xolasa izi davomiy bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Sağlık yaxshimi? Go'shtning sifatini o'zbekdan. Necha so'mman go'sht? 95 ming so'mman sifatini. Ajoyib. Şu Dünya yarmarkimizga jamoamiz bilan maslahatlashib qo'ydik endi. Lakka bize de ava şu beyandan şu ihtiyarların az biçilik var. Tam zor. Maslahatlaşıp işimiz. Hadi. Malımız 210 kilo geldi. Kaçar mı? Doğman kaçar. Boşluğuna, şiresine ummam gepik sebebi uyda bakılgan mal. Yağlanmadan benim mi? İki bilek yağlısı 21 kilo geldi. Anası. Zamdan verdik. Salavı çıkar. Malades. Toya boladon bolsa neçe so'mdan beramiz? Toya yesinler 5 milyon bul. 3 kanallı hurmada var. 5 milyon bu qayta veririz. Malades. Go'sht neçe so'm bo'lishini qat'iy nazar 5 ming so'm skidasi bor. Çünkü kısa kanalı. Malades. Xudo xolasa уже yangi yil eldi dim dahshat mollarni so'yib turibmiz. Hali bu uyda bakib turganlari bundan ham sifat mollardir. Kanallar koyamız bağlarda. Sikki mallar koyu veririz. Bir gün 27 Katta aksiyari zo'r bo'ladi. Ama hemmemiz bir gün koyu veririz. Malades. Xudo xolasa bir yurak kurtini o'ldiradigan bir bomba yangilik ishlayapmiz va hozir mas'at bo'lib turibdi. Xudo xolasa yangi yil eldi ko'rib kuzatib boraversa, xudo xolasa dahshatlari bo'ladi. To'ychilar uchun telefon nomeri qoldiring. 97 355 1400. So'ng naborlar bilan tanishtirib o'tdik. Qo'rg'atcha so'ng. Dolarımız 70 milyon var kurbanlarımız. Birlikten beramizmi? Dolarımız 70'ten gitti. Malades. Korgan 65 milyon beraber aramız. Geleverse. Qo'rg'on to'sh yeri go'shi bilan. Maylanız 50 ming so'm dedik axir. Malades sifatini gap yo'q. Bag'irna. Bağır 70 milyon. Bag'ram chistiyna. Bag'ir abitdan bunga gelmesizda уже ko'pchilik so'rab turibdi, yetib turibdi hammamizda borda. Xudo xolasa gap yo'q. Sog'lig'ingizni bersin, salomat bo'ling. Ehtiyot klientini uzatsa, xudo xolasa bu qasa tushirib o'tamiz. Tak, xudo xolasa ixtiyor kassabana geldik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Babam go'shti necha so'mman? Güçler 95 milyon var. Ne onu go'shti? Şokolat laptı görüntü. 200 görünüp tuttuğuna. Xudo xolasa aytdik-ku, yani maslahatlashib so'yib turibmiz hali molni, sifatini so'yib turibmiz. Sababi bizada muzika amman top ixtiyorni messelari ozbichilik bor. Güçler şokolat birbirinden. Yarmarkada polka sifatini görüntü. Malades, baktığına rahmat. 95 milyon var. Aha, ko'proq oladigan bo'lsalar necha so'mman berib turasizlar? Aladiğin adama bu üçlü güçler 95 milyondan buldu. Polkalarımız var. 75 milyondan beremiz. 75 milyon. Öküzde qaytib bo'lmaydi degan sababi akşam mal bozorini ko'rgan bo'lsangiz, bir akşam emas, har bozor qimmat o'tib turibdi. Lekin qo'ldan kelgancha qimmat o'zdan azam bo'lsin bor. Yo'qlarda bundan bana da. ha, ina. Dim bo'lmaganda xudo xolasa uyda bakib turganlarni so'yib turibmiz. Kemik seneklancha Bizlerimiz 65 milyondan beremiz. go'shi bilan belladi. Bag'ri yo'qmi bu endi? Bağır zamanı. Bag'ri tamam. Maylatcha so'mmi? Mayla 50 milyondan beremiz. Can göç bakınca 95 milyon. Değerden mah bo'ladi. Bizlar uje evet chiqadik, hozir bilmayman hech kim hozir ija yo'q.
can gerek olsa bemalol ixtiyorlarına qararsa go'sht baxada bo'ladi, umuman bitilmaydi. Xudo xolasa sifat etib beradi. Telefon nomer 90'lık 714 16 kasabda boranlarsa xudo xolasa go'sht sifati bo'ladi. Xudo xolasa videoni şöyle çekizetken bo'lsangiz, xudo xolasa videoni yakunlaymiz. Aslında savdomizni boshlasak bizlar ham xudo xolasa shunday sifatli go'shtlarni sizlarga yetkazib borsa davom etamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Bir-biridan sifat chiroyli o'kizlar, qacharlar yarmarkamizda so'yib turibdi. Bir like bosib qo'yasizlar.